Demek şu derecede bir yer yüzüde dünya bulup teha törelmegen, yer yüzü kep bakmagan bir iflas tacavuzcu numussuzlarning işgal astı turvatımız. Hem her gün 24 saat dünyanın her xil tillarida bu necis tacavuzcular özünü chiroyli ko'rsatish uchun. Yani xuddi uning so'zini anglagan bilgan dunyo axborotini berayotgan so'zlarni anglagan inson dunyoda bu Xitoydagi yaxshi bir bu dinga e'tiqod qilmasmi bu musulmonlarga bundoq kengchilik qiladigan bunda bir rejim yoki bunda bir davlat yo'q deb qoldigan darajada o'zini tunishtiryotdi qadrli ko'rmalarimiz. Buni bilamiz. Yani onu anglagan bizdek yaşap bakmagan Uyghur xalqidek bu yani bu Xitoyning bütün abdi bashirisini bildigan bizden başka her qanday bir musulmon anglasa Xitoyning qilayotgan tashviqotlarni yani yerdi hattoki o'zimning hukumati musulmon hukumati bunda qilmaydi. Mush Xitoy diniga e'tiqod qilmasmi ammo musulmonlarga shunday kengchilik qo'yibdi deb ashularni ishontirib etadigan darajada iflos nejislamdi bular. O'ylab boqaylik. Oldimizdagi dushman yeryüzünde bunun misali o'xshi yo'q bir ifloslar bulardi. O'ylab boqaylik. Yani yeryüzünde başka musulmonlarga zulm qilayotgan shunday bir tasavvur qilib boqaylik, kallamizni o'ylab boqaylik. Mayli Arakanda bo'lsin va boshqa yerda bo'lsin. Qig'inni men qildim deb turib qildi-ku. Ma ifloslardek tenib olmaydi. Men musulmonlarga yaxshilik qilyapman. Men bularning butun narsa erkinligini beryapman deb menda ifloslik qilmaydi. Qig'inni qildim deb turib, men shuni qilmayman deb turib va ash o'ldirilganlarning hammasi axborot ko'ralaydi. Ammo ma ifloslar bu nejislar o'ylab qo'ydi yani. Bu anglaganlarimiz, hozirgi anglaganlarimiz ham hammasi. Yani bir inson yer yuzida buni anglasa ishonish mumkin emas hamdi yani. Buning ishonish uchun yani qanchadan qatim bir oldida bir inson bo'lmasligi kerak ku yani bir normalda bir kan göçtün yaralgan insan mı şunda bulalımdı diyen oylap gitti demdi insan. Oylap bakaydı. Ya bu şunda bir iflas tacavuzcunun aldı tuturup yani bunu halkımız, milletimiz yaşap durup onun kendi yani muşu iflaslarının ki siyasi özgürlük kalamıkin dep ümit kütüp atkan bizden milletten boğan erkin dünyada yaşap atkan ben ağzımda buzutmam. O kadar numussuzlar var ki bu millet insan bazı oylap kaldı yani. Biz asla müstakillikni bu erkinlikki layık emaskenmiz deb oylap kaldı insan. Ya müşahede ben anladım. Türkiye Cumhuriyeti'nin pasportunu ep bulup konuğa. Yani ertesi gün bir işip kalan ki ihtiyattın veya ki o kadar numussuz sebeplerden hamdi. Kuluğu pasportunu ep bulup, yana Xitoyning pasportunu ep qo'yayli deb o'tganlarda pasport berishga boshlagan vaqtda Xitoyning pasportunu ep qo'yayli, balki vatanga berishga lozim bo'lar yoki bo'lmasa haram guvohga vaqtida viza qo'ymay bordiganga degandek ashundaq pastkash sabablar bilan yana Xitoyning pasportini olgan nejis maxluqlar var bu millatning ichida. O'ylab qo'ying. Yana Xitoydan bir shaklda umid kutayotgan ifloslar var millatning ichida, o'ylab qo'ying. Bu derecede oylap bakaylı. Bu bir emas. Baxtiyali akimiz bugün birincisi emas. Biz lagerdinki meselesi gün tertipke vaqtda nurg'un qatim suhbatlarni aldık. Heli hem neçe 10 yıllardan buyon bir qatim telefonda ko'rishanmagan sanoqsiz xalqimiz muhojirat yashayapti. Ammo bu ifloslarninki siyosatidan yana o'zgarib qolamik deb shu darajada dafsanda qilinib turib, yana Xitoyga bir yerdan, yurikining bir yerdan boshqacha tushunib aşında bir oyladı buluvatkan insanlar özünün insan kategorisinden çıkıp ketkenligini mi oylaş gerek aslında. Men deyiş gerek yok aslında. Oylap bakaylı. Men işki putum bilen menip insandak öğürtürüp menevatkan bolsam aslında menin tabiiyetim, menin düşüncem, fikrim nimege ayınlıp ketdi dep oylaş gerek aslında. Ya muşunda bolsa kaçan qalbi qilamiz bu ifloslarning ustidan. Fikrimiz heli ham muşunda bolsa, muşunchi vala dafsandichilikni ko'rayotgan xalqimiz ayda yashayotdi.
yana erkin dunyoga chiqib, yana bu iflos nejislardan mehrimizni o'zlamagan bo'lsak, uning hattoki tamoqlardan, past tamoqlardan, paskin tamoqlardan uning odatidan o'zimizni o'zlamagan bo'lsak, yana uni seg'inayotgan bo'lsak, ya biz millatmi biz ya? Qanday millat biz yani? Buni o'ylash kerak emasmi? Ya Rabbim, ulug' Parvardigorim, Alloh aql bersin bizga. Vijdon bersin. Nimalarni deyasak haqliq aslida. Allah ömür berse başka bir programda görüşükçe aman boğaçlar. Ki programda görüşeyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.